3-4 xonali kvartirani puliga yangi qurilgan 5 xonali uchastka bosib yuboramidingiz? Sergeli tumani Xonobod Beruniy mahallasida mana shunaqa yangi qurilgan uchastkalar radidan 1.2 sotuv 5 xonali patkulch holatdagi uchastka mebellari bilan $85,000 ga sotiladi. Kommunikatsiyalardan muammo yo'q, pishgan g'ishtdan ko'tarilgan. Hovlisiga bitta mashina qo'ysanglar bo'ladi, bino 2 qavatli qurilgan. Yangi sostoyanida ko'ringlar, mana och svetda moshka bo'yli yopishtirilgan. Topli polda radiatorda siyda yangi mebellar qo'yishgan. Oshxona mebellari, qolgan mebellar hammasi shu summaning ichida qoldiriladi. Oshxonadan keyin umumiy sanuzel xona, birinchi qavat uchun bitta kichkinagina shinamgina yotoqxonani ko'ramiz. Yangi xonadan ko'rasizlar, koridor oxirasida 15 kishi mo'ljallangan zal, taxminan 10-15 kishilik. Faqatgina mana shu zalni mebellarni olib ketamiz deyapti. Qolgan hamma mebellar qoldiriladi. Ikkinchi qavatimizda asosan yotoqxonalar joylashgan bo'ladi. Ikkinchi qavatga chiqishimizga o'ng qo'limizda zal razmerida keladigan katta yotoqxonani ko'ramiz. Bu xonadan hozir bolalar yotoqxonasi sifatida foydalanishyapti. Koridordan chap tarafda yana bitta bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxonani ko'ramiz. Koridorga qaragan rom ochilgan, havo yaxshi aylanadi. Mushik yop-yorug' svetga bo'la yopishtirilgan, yana ham xonani chiroyli ko'rsatyapti. Oxirgi xonamiz bo'lsa kattalar yotoqxonasi. Xonadonga mana shu mebellari bilan $85,000 narx belgilashgan. Kelishadigan joyi bor. Ma'lumot uchun nomerlarni qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar.